oddiy aptekada sotiladigan dorilar qani edi bilganinglarda? Eslab qolamiz. Nikotinovaya kislota 100% sochinglarni o'stiradi. Bu tadqiqotda tan olingan. Faqat ishlatganingizda mabodo boshingiz qizaradigan bo'lsa, ozgina suv qo'shib keyin ishlating. Effekti bomba. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq podpisatsiya qilib qo'ying. Salitsilовая kislota 2%ligi chorniy tochkani jazosini beradigan sredstvo. Faqatgina yubqa qilib, qora tochkalar bor joyga surasizlar, poralarni qisqartirib beradi. Yuzlarimizni yaltillatib, silliq qilib, ajinlarni yoyib beradigan bu A, E vitaminlar arzimagan pul. Bo'y o'stirish global mavzu. Sabziye bo'yi o'sib ketadi, deyolmaymiz. Harakat qilishimiz kerak. 3 yoshdan boshlab ichiramiz, 10 yoshdan 25 yoshgacha ichiramiz. Turkiya mahsuloti tarkibida dorivor o'simliklar hamda vitaminlar bor. Organizmni kalsiy bilan to'yintirib, suyakni baquvvat qiladi. Shu hisobiga ham bo'y o'sadi. Mabodo aptekadan topa olmasanglar, Yulduzxonim tabiiy mahsulotlar kanalida bor. Bularni hamma bilganida edi, hamma baxtli bo'lib ketgan bo'lardi.